Bilasizlarmi, oldimga uzoq muddatga o'qishga kelib, o'qib ketyap turgan o'quvchilarimga fotiha qilib berib turganimda, aynan o'zim ishlatib turgan kraska qiladigan idishchamdanmi yoki cho'tkachammi, taroqchammidan irim qilib beramanda, menga o'xshab klienti ko'p bo'lib ishlab yursin deb fotiha qilib beraman. Go'zalga ham xuddi shunaqangi kutmaganingda ishlatib turgan cho'tkamdan berib, duo qilib berdimda, chiqarib yuborsam yarim soatlarda qaytib keldi. Mana shu narsalar bilan qaytib kelibdi. Shirinlik ham olgan. Menga bunaqangi shokolad yoqadi-da, achchiq shokolad. Mana shunaqangilar ham olgan, erinmasdan. Bunisi Gullolaga ekan, kichkina ustozimga, bunisi menga ekan. Alloh rozi bo'lsin shogirdlarimdan. Xursand qilib ketishadi har doim, kutilmaganda gullar, kutilmaganda mana shunaqangi sovg'alar bilan kelishadi. Martabalarini ulug' qilsin. Ertadan go'zal sergiligida yonrog'imizdagi salonga ishga chiqadi va cherezda ham yonimga ishga keladi. Va yonimda kelganda oldingidaqa 500 mingga emas, 700 ming, 800 mingga demakki, kimki model bo'lib kelishga ulgurmagan bo'lsa, sal qimmatroq qiladi, lekin endi u ham shuncha vaqt ishladi. O'ziga ham pul qolish kerak. O'shaning uchun shunaqa qilib ishlaysiz dedim. Sal qimmatroq bo'ladi, lekin kачественный ish bo'ladi. O'zi mustaqil bemalol soch bo'yaydigan bo'ldi. Bemalol hamma ishni uddasidan chiqib qilyapti. Juda ham xursandman. Mana shunaqangi shogirdlarimni Instagramini ham cho'tki qilib yurgizyapti. Bugungi kelgan klienti ham aynan shu Instagramdan ko'rib kelgan. Menga bunaqangi oylikka o'qishga keladiganlar, oyma-oy keladiganlar Instagram marketinglarni ham o'rganib, bir yo'la klientlari bilan arzonniy bo'lib ishga tayyor bo'lib chiqib ketishadi. U yog'iga ham podдержка qilib turaman. Go'zalni o'rni bo'shadi va bittagina qiz olaman, bilasizlar, salonim kichkina, ko'p odam ola olmayman. Tezroq harakatinglarni qilinglar. Rosa ko'pchilik yozyapti, lekin hali hech kim olganim yo'q. Suhbatdan o'tkazib keyin olaman. Ertaga meni master klassim, bilasizlar, 2 kun master klass qilaman. Menga xudo kuch